Offroad yuradiganlar qancha расход qiladi buni mashinasi? Bitta chiqib kelishga nech pul ketadi? Qattiq ishlash kerak, okay, bunaqa bo'lish uchun. Voy, buni bagajda olib yashasa bo'ladimi? Hamma sharoit bor-ku. Tog'ga chiqmaymiz. Aka tog' sezon boshlandi-yu. Уже kun tashlagandan keyin tog' boshlanyapti. Men bitta ham kakras offroad mashina turgan ekan, qarang. Voy, aka, men bo'laylikmi? Qarang. Ani suvdan tortib chiqqan mashinami o'sha offroadni? Tush, qani. Assalomu alaykum akalar. Charchamayapsizlar? Men zavod bo'lib turgan ekan. Egasini ko'rmadinglarmi? Tanimaysizlarmi? Ha, bular. Assalomu alaykum, charchamayapsiz. So'kit sizmisiz? Men buni kakras ko'rib qoluvdi, mashinangizni. No'laylik, o'zi qidirib yuruvdi. Bitta chiqib kelishga nech pul ketadi? Qattiq ishlash kerak, okay, bunaqa bo'lish uchun. Avvalambor ota-onaning duosini olish kerak. Bu yog'ini Alloh beraveradi. Qolgani endi bitta chiqib kelishdi, rasxotimizga sir bo'lib qolsin. Xuddi men mashinangiz kakras kiragan, okay? Mo'yka qilish vaqti kelganmi-kan? Bizda sog'amiz bor aka. Mo'yga ketamizmi dedi? Mo'ykaga boramizmi deyman-a? Jahonni naborlarni tez ol mashinadan. Hop, bir minut. Kimyalarni ham ko'rsanglar, o'kangilarning mashinasi oddiy lehkovoy mashinalarga qaraganda bir 3 marta ko'proq yuviladi kamida. Masalan, bu garantiyali kimya. Shaharda yursangiz bir hafta bemalol turib beradi aka. Qolgan balon qoraytiradiganlardan farqini aytib ketamiz. Ustida yog' ushamaydi, lakirovanniy bo'lib, glянцевый bo'lib turadi. Aka, tovarlarimiz tugab qoladigan bo'lsa, biz sizga nomerimizni beramiz. Bemalol zakaz qilib, shahar ichida dostavka qildirsangiz ham bo'ladi. Effektini ko'rganingizdan keyin shaxsiy otzivingizni kommentariyada qoldirib ketasiz. Akam profillarini ham pastda atmetga qilib qo'yamiz.